Sifat pechenyesini Samarqandda sotib, oyiga nech pul topsa bo'ladi? Buni bilish uchun Samarqanddagi diler Fozil akani oldilariga keldik. Ular oldin bizni ish jarayoni bilan tanishtirish uchun ofislariga olib keldilar. Bu yerda Samarqand kartasi ham bor ekan. Vau, dahshat-ku! Ofislarida ular bilan ishlaydigan jamoa juda katta ekan. Birgina harakat orqali ofislaridan skladda paydo bo'lib qoldik. Qoyilmisizlar? Shu paytda Gulilola opa oldimga kelib, skladda nima qilasiz dedilar. Men sizni sifat mahsulotlari to'la do'konga olib boraman deb qo'limdan tortib, magazinda paydo bo'lib qoldik. Vau, ajoyib! Hamma pechenyelar skladda emas, magazinda ekan-ku. Vau, qoyili, shuncha ham ko'p bo'ladimi? Shu paytda Fozil aka telefon qilib qoldilar va tezda ofisga yetib kelishimni aytdilar. Ofisga borsam, katta stol bezatilgan ekan. Vau! Stolni men kelishimga bezatdinglarmi deb Fozil akadan so'rasam, ular kulib, "Yo'q, bugun Sabitni tug'ilgan kuni, shuni nishonlashga sizni ham chaqirdik" dedilar. Men xursand bo'lib ketdim. Afsus. Voy, Samarqandda dilerlar nech pul topishini esimdan chiqibdi-ku. Taxminan nech pul topishlarini kommentariyada yozib keting. Sifat shirinliklar sehri.